Ey qara bolam, seni bir juvon bilan yashayapti deb eshitdim. Yo'q, qo'ysiz shunaqa gaplar. O'ylab gapiryapsizmi? Ey bola, senga shuncha yaxshi qizlarni ko'rsatdim. Hammasi o'yin joyim deydigan qizlar edi. Birontasini yoqtirmading. Chunki ular menga yoqmadi. Sen pul topib aql topmayapsan bolam. Dadang eshitsa, xafa bo'lishlarini bilasanmi? Qo'ysangchi, dadamni gapirmang. Nima qilib qo'ydilar-ki, ular mendan xafa bo'ladilar. Oyijon, hammasiga o'z kuchim bilan erishdim. Bundan keyin bu yoqqa yo'limni to'smasinlar. Qanaqa yashash kerakligini o'zim hal qilaman. Jon bolam, dadangni davolataylik. Ilgari pulimiz yo'q edi. Hozir mana topyapsan, puling bor, xudoga shukr. Tanishlaring ham ko'p. Odamni ikki ko'zi bo'la turib, dunyoni ko'ra olmaslik qanchalik azob ekanligini o'ylagin. Ichkariga kirib dadang bilan so'rash. Kecha seni mol olgani ketgan. Shuning uchun kelmadi deganman. Gapimiz bitta joydan chiqsin. Oybek aka, qachon chet elga ketamiz? Chet elga? Chet elga boramiz deganmidim? Nima, esingizdan chiqib qoldimi? Aytgandingiz? Yo'q, esimdan chiqqanmi? Siz aniq vaqtini aytsangiz, men shunga qarab ishdan javob olardim. Layla, senga bitta gap aytmoqchi edim. O'sha ishingdan bo'shab, meni ishxonamga o'tib qo'ya qol. Seni har kuni ko'rardim. Jon. Qachon to'yimiz bo'ladi? Mana shu gaplaringni yig'ishtirgin, tushundingmi? Men ba'zi bir erkaklarga o'xshab ayolning gapiga kirmayman. Agar oxiri yaxshi bo'lsin desang, sabr qilib jim yashagin. Namcha qo'polsiz. Nuqul shunaqa qilasiz. Qachon men shu mavzuni ochsam, qochasiz. Nimaga? Doim bahonangiz tayyor. Alo? Oybek, qayerdasan bolam? Dadang kasalxonaga tushib qoldilar. Nima bo'ldi? Miyalarga qon quyilibdi. Tezroq yetib kel, shahar kasalxonasidamiz. Bo'ldi, hozir aytib boraman, xo'p. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Ha, tinchlik, hozir. Men siz bilan boraymi? Yo'q, shartmas, sen o'tirib tur, qandoq kelaman. Xo'p, ko'rishamiz. Nima gap o'zi? Tinchlik, o'tir. Oyijon, dadamga nima bo'ldi? Singillarim qani? Singillaring kechasi bilan uxlagani yo'q edi. Jo'natib yubordim uyga. Oyijon, nima bo'ldi? Gapirsangchi. Seni qilib yurgan nopok ishlaringni kasra urdi. Esingni yig'. Bu yo'lingdan qaytib necha marta aytdim senga, necha marta. Oyijon, xo'p, iltimos sizdan nima bo'lganini ayting, dadamga nima qildi? Dadang Guzardan amakim bilan kelayotganda do'sting Davronga uchrab qoldi. U do'sting seni bittasi bilan yashaydi. Qizi ham bor. Ko'chani qizi debdi.